Sog'liqni saqlash tizimidagi yangilanishlar eng avvalo oddiy fuqarolarning hayotida aks etmoqda. Andijon tumanidagi yangidan ta'mirlangan Orol oilaviy shifokorlar punkti ham ana shunday ezgu maqsadga xizmat qilmoqda. Bu yerda yaratilgan zamonaviy sharoitlar, malakali mutaxassislar ishtirokida tashkil etilayotgan salomatlikka doir profilaktik tadbirlar, tibbiy ko'riklar aholining tibbiy muammolariga o'z vaqtida yechim topishga imkon bermoqda. Jasur aka Teshaboyev sog'lig'ida muammolar bo'lganligi sababli shifokorlarga tez-tez murojaat qilib turadi. Yangilangan shifokorlik punktida yaratilgan sharoitlar biz uchun yengillik bo'lmoqda deydi u. Men insult bo'lib tuzalganman. Hozirgi kunda shu oyog'imda, qo'limda og'riqlar kuchlik. Ana shuning uchun o'z vaqtida dorilarimiz beryapti doktorlar. Rahmat hammasiga. Yangi poliklinikamiz mana Xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday sharoitlar yaratib berayotganiga rahmat. Andijon tumanidagi Orol oilaviy shifokorlik punkti yangitdan ta'mirlandi. Buning natijasida aholini qiynayotgan tibbiy muammolar yechimini topdi ham. Bu yerda malakali mutaxassislar ishtirokida tashkil etilgan tibbiy ko'rik esa Jasur aka kabi insonlar uchun ayni muddao bo'ldi. Mutaxassislar qandli diabet, qalqonsimon bez, yurak qon tomir hamda urologik kasalliklar bo'yicha tushunchalarni berishdi. Shifokorlar tomonidan avvalo profilaktika muhimligi ta'kidlandi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i boshchiligida barcha viloyat tibbiyot muassasalari rahbarlari hamda shahar tuman tibbiyot muassasalari rahbarlari aholi bilan chekka hududlarda uchrashuv o'tkazib, kasalliklar profilaktikasi, o'zlarini sog'lig'ini saqlash bo'yicha o'z tushunchalarini berib bormoqda. Shu bilan birga 2026-yilda sog'liqni saqlash sohasida amalga oshiriladigan islohotlarni ham aholiga keng targ'ib qilib kelinmoqda. Andijon tumanida sog'liqni saqlash sohasini yanada rivojlantirish va isloh qilish masalalariga bag'ishlangan uchrashuvda ham mana shunday muhim muammolar ko'rib chiqildi. Ya'ni har bir fuqaro yiliga bir marotaba tibbiy ko'rikdan o'tishi, fuqaro va oilaviy shifokor o'rtasidagi bitim, elektron retsept tizimi, uning afzalliklari haqida aytib o'tildi. Mazkur tadbirlar Andijon viloyatida salomatlik marafoni doirasidagi ishlarning mantiqiy davomi bo'lib, aholi salomatligini mustahkamlash, kasalliklarni erta aniqlash va oldini olishga xizmat qilmoqda. Yangilangan Orol oilaviy shifokorlik punkti salomatlik marafoni doirasidagi tashabbuslar Jasur aka Teshaboyev kabi fuqarolar salomatligi uchun muhim qadamdir. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.